Pravadan, ya'ni haydovchilik huquqidan mahrum etilganlar nima uchun yana qayta imtihon topshirishlari kerak? To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, Vazirlar Mahkamasining 408-sonli qarorida ushbu talablar bor-ku deb. Ya'ni ushbu qarorga ko'ra, haydovchilik huquqidan bir kun bo'lsa ham mahrum etilganlar ham tibbiy ko'rikdan o'tishi, avtomaktablarda o'qishi, nazariy va amaliy imtihonlarni topshirishi kerakligi belgilab qo'yilyapti. Lekin bu yerda fuqaro vaqtinchalik mahrum etilgan deb kodeksda belgilangan bo'lsa-da, aslida amalda esa butunlay huquqdan mahrum etilyapti. Ya'ni umuman haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan fuqarolar ham mana shu tartibdan o'tgandan so'nggina demak haydovchilik guvohnomasiga ega bo'ladi. Bu yerda vaqtinchalik mahrum etilganlar ham mana shu talabni bajarmoqda. Demak, bu yerda mantiq bir-biriga zid kelyapti. Qonun normasiga ko'ra, ya'ni normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunga ko'ra, ikkita norma o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelganda, demak, yuqori turuvchi qonun normasi amalda bo'ladi. Demak, Vazirlar Mahkamasi qaroridan kodeks normalar, ya'ni qonunlar ustun turgani uchun, demak, bu yerda qonun normasi amal qilishi kerak. Ya'ni qonunda, ya'ni kodeksda vaqtinchalik deyilyapti, lekin Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra butunlay mahrum etilyapti. Bu esa fuqarolarning huquq manfaatlariga zid bo'ladi. Demak, mana shunday holatda ham fuqaro jarimani to'laydi, ham haydovchilik huquqidan mahrum bo'ladi va qayta yana imtihonlar topshirib, yana haydovchilik guvohnomasini tiklashga to'g'ri kelyapti. Lekin mana shu norma boshqa yo'nalishlarda juda to'g'ri ishlaydi. Misol uchun, jinoyat sudlarida aytaylik, buxgaltermi yoki iqtisodchimi yoki umuman boshqa bir lavozim egasi jinoyat sodir qilib qo'ygan bo'lsa, unga nisbatan qo'shimcha jazo sifatida mansabdorlik lavozimlarida ishlashga vaqtinchalik mahrum etiladi. Aytaylik 1 yil yoki 2 yil. Aytaylik, u iqtisodchi bo'lsa yoki buxgalter bo'ladigan bo'lsa, mana shu 1 yil yoki 2 yillik jazodan so'ng bemalol yana buxgalter bo'lib ishlab ketishlari mumkin. Ya'ni u yana qaytadan institutga o'qib, boshqatdan diplom olib, yana qaytadan ishlash shart emas. Demak, bu qonun normasi mana shu yo'nalishda to'g'ri ishlaydi. Lekin haydovchilarning huquqlariga kelganda bu qonun normasi, ya'ni vaqtinchalik deyilgan qonun normasi, demak, ikkita qonun bir-biriga zid bo'lib qolmoqda va bu yerda fuqarolar jabr ko'ryapti. Mana ballik sistemasi ishga tushdi. Demak, haydovchilar, ya'ni ballar yuqori bo'lgandan keyin haydovchilik huquqidan mahrum bo'ladi. Demak, mana shu fuqarolar ham yana qaytadan imtihon topshirishlari kerak bo'lib qolyapti. Demak, mas'ullardan mana shu qonun normasiga alohida e'tibor berishlarini va kodeks normalariga muvofiq ushbu Vazirlar Mahkamasi qarorini ham kerakli tuzatishlar kiritib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Va mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.